Nimaga magazinda sotadigan yong'oqchani narxi palon pul, uni narxiga ozgina qo'shsa 10 barobar ko'proq yong'oq pishirsa bo'ladi, bilasizlarmi? Men dangasi onamasman 30 kuli challenge'imizning 23-kuniga og'izda erib ketadigan pesочный yong'oq shirinligini tayyorlab ko'rsatib beraman. 2 tuxumni sarig'i, 1 osh qoshiq shakar, 1 chimdim tuz, 3 osh qoshiq smetana, 1 choy qoshiq vanilya shakari yaxshilab aralashtirib chetroqga qo'yib turamiz. Xamir qiladigan idishimizga 480 g un, 1 choy qoshiq razrxitseli elab olamiz. Xona haroratida erigan 250 g margarinni solib qurushka holiga keltirib, yog'masamzan solib, yumshoqqina xamir qorib, paketga solib, yarim soatga xolodilnikka qo'yib turamiz. Yarim soatdan keyin 6 gdan erinmasdan tarozda o'lchab olinglar. Endi podvoliyligi tushib, mana ojonim qoliplariga o'xshagan oyijoninglarning ham qoliplari bo'lsa ayni muddao. Agar topa olmasanglar, chinni bozorda ko'rdim. Xuddi shunaqa chugunligini olinglar, maslahatim. Qolipni boshida yaxshilab qizdirib, xamirlarni solib, boshida yaxshilab qolipni bosib turasizlar. Past olovda har 30 sekundda aylantirib 4-5 daqiqa pishirib olamiz. Xuddi shunaqa qizargandan keyin olasizlar. Qarab turinglar, kuyib ketmasin. Aytgancha qolip umuman yog'lash shart emas. Chetiga ortiqcha xamirlarni pichoq yordamida tozalab olib, ichini varyonniy sgushonka bilan to'ldirib olamiz. Men ichiga choretda yong'oq solganim uchun 2 banka varyonniy sgushonkadan ozginasi qoldi. Shu masallig'imdan 80 ta yong'oqcha tayyor bo'libdi. Nima deb o'ylaysizlar? 8 dona yong'oqchani magazindan palon pulga olgan yaxshimi yoki shuni puliga ozgina qo'shib 80 ta yong'oqcha pishirgan yaxshimi? Kommentariyaga yozib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.